Avvaliga hamma kulgan edi. Eng Kennedy basketbol o'ynay boshlaganda hech kim unga ishonmadi. Ular buni imkonsiz deb o'ylashdi. Ammo taslim bo'lish hech qachon uning tanlovi bo'lmagan. Uning na maydoni, na murabbiyi, hatto basketbol to'pi ham yo'q edi. Shunga qaramay u har kuni mashq qilardi. Shinalardan gantel sifatida ishlatdi. Qo'lbola basketbol to'pidan foydalandi. U o'ziga hech kim ishonmagan paytda ham to'liq ishondi. Bir kuni uning oddiy mashg'ulotlari aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu video NBA yulduzlari Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, LeBron James va Lamelo Ballning e'tiborini tortdi. Lamar Odom esa shunchalik hayratda qoldiki, Kennedyga to'liq professional jihozlar to'plamini yubordi. Keyinchalik u Afrikadagi maxsus basketbol dasturi orqali professionallar mashg'ulotiga qo'shildi. Ana o'shanda ular Kennedyning haqiqiy iste'dod egasi ekanligini tushunishdi. Bugun esa Kennedy AQShdagi basketbol bo'yicha eng mashhur o'yinchilar bilan birga o'ynaydi. Uning hayotiy hikoyasi shuni isbotlaydiki, eng muhimi qayerdan va qachon boshlash emas, balki o'zingga ishonib, qat'iyat bilan mehnat qilishdir. Chunki agar sen o'zingga ishonsang, imkonsiz narsaning o'zi yo'q.